Men Bobirjon aka Lada Pioralarni oldiga keldi. Aka, yili necha? 2008. 2008 necha pulga berib yuboramiz xalqqa? 2700 dollarga beraylik xalq. Maza qilib minsin. Bo'lsa xalqqa bo'lsin. 800 ga. Men qarang, 30 ta qilamiz, qo'lni bering. 2750 dollarga berasiz, bir so'm o'tmas, men baraka qilib qo'ydim, klientlarga bo'ladimi? Gap oxiri 2750 dollarga men tushirib qo'ydim. Moshani ko'rib o'tamiz. Moshamiz holatlari yaxshi, 2008-yilda ishlab chiqarilgan. Kraskalari qancha? 25-30% atrofida kraskasi bor. Gaz bormi? 60 yoshli temir gaz bog'lari bilan bor. Orqalarini ko'rsating. O'ziga yarashgan yaxshi holatdagi sakadeskidan qo'yib qo'yishgan. Ichini ko'radigan bo'lsa, ichki ko'rinishlari ham sizlarni bezovta qilib qo'ymaydi. Xursand qiladi. Mashinamiz ichlari ham yaxshi statsiyada, rollari, boshqalari ideal. Xullas avtoulon olish kerak, minish kerak. Mashinamizning xullas motor qismida mo'po yamadi, hadavada ish yo'q. Naqdga 2750 dollar berasiz, olib ketasiz. Mobodo aka 1000 dollar 1,5 pulim bor. Bir oy 1,5 oyga kelishib turadi degan odamgacha. Yuraveramizmi yo'lga? Bro, 1,5 oy gaplashib ko'rasizlar, larz qilasizlar. Assalomu alaykum. Mana Yahyoxon akaning oldiga kelganmiz, aka. Charchamayapsizmi? Ha, vitishkalarni aka xalq uchun chiroyli narxda qilib berasiz, ha. Hali ham uyga vitishka qo'ymasdan, uyini misol yo'q bo'lsa, boshqa bo'lgan holatlarga, har xil holatlar bor. Ashlar ham bir qo'shsa, foydasini bir og'iz gapirib ketsangiz, buni qo'ysa qanaqa-yu, qanaqa emas. Qo'ysa foyda beradi, zo'r. Foyda beradi, ha. Hop, havoni totib, yangilab turishi shunaqa konfessiyasiga ishlaydi. Birinchi turganimiz nech pul? 250 ming qilib beramiz. 250 ming so'mga beramiz. Ha, Robotchi ishlaydigan holat ishlaydi, ha. shunaqa. Bunimizchi 300 ming qilib beramiz. 300 ming so'mga berib yuboramiz. Bunimizchi Bu ham 300 ming. bu ham 300 ming. Bir xilmi bu ham? Ha, bir xil narxi bu. Qaygacha bir xil? Anaqalari ham bor, 200 mingligi ham bor. Bu bir xil, manusi 200 ming so'mga Motor bor. kichkina, bitta оборотli. Ha, motori kichikroq bo'ladi, оборотda bitta ekan. Sal sekinroq bo'ladi. Ha, bu tomonda turganlar Bu ham shunaqa, 200 minglik. 200 ming, 200 ming. Ha, vallahi 190 mingdan qo'raylik, aka. Yaxshi insos, hayitli bo'lsa, bo'lsin. bo'ldi beramiz. Ha, beramiz. Baqacha keladim 190 mingdan. Yo, ular 250 minglik. Ha, bular 250 mingdan, ha. Ha. Bular ham 240 dan qilib beradi, akam. Yaxshi insonlar. Bular yangilim. Yo, bular ham o'sha Bir narxda. xil narx, ha. Qaygacha? Vallahi 400 mingdan bular. Hop, bularimiz 400 mingdan, bular sal оборот kuchliroq tortishi. Ha, motor kuchliroq. Motori sal kuchliroq bo'ladi. Shuni hisob uchun 400 ming so'mdan berishadi. Mana turganimiz, mana hali ham vitishga qo'ymaganlar bo'lsa, pul osani bo'ladi. Bu oynaliklarimizni aytib o'ting, aka. Bularni ham 400 mingdan qilib beramiz. Bularni ham mana 400 mingdan qilyaptilar. Hayitli aksiya bo'ldi. 2023-yilda ishlab chiqarilgan 10X'imiz, atmosferli motor va mashinamizning kraskasi boshqasi yo'q. Bizlar qancha? 37 ming probegda. Mashinada hech qanaqa muammosi yo'q. Ichini bitta ko'radigan bo'lsani, ko'rgida avtomashinamizda sotuvda qo'yildi. 38 ming probegda ekan. Ideal sassiyan turibdi. Mana 10X minadigan bo'lsa, mashina holatlari ideal. 4-paketni propalni o'rnatib qo'yishgan. Mashinada hech qanaqa muammosi yo'q. Avtomobilimizni mabodo olmoqchi bo'lganlar uchun biz bu mashinamizni hop 3 ming dollar bilan variantga chiqarib oladigan bo'lindi. Naqd olaman deganga 11 ming dollarga tushirib qo'ydi. Agar narx yoqqan bo'lsa, okalar bitta like bosinglar va mashinamizni ko'rishda davom etasizlar. Bunaqa yaxshi variantga chiqarishimiz uchun sizlar oka kommentariyaga yozinglar. Qanaqa mashina qo'yar? Yozsani, men sizlar uchun harakatdaman. Okalar, keyin ko'rsatadiganimiz Cherry 7 Pro ni ko'rsatib o'tamiz. 2023-yilda ishlab chiqarilgan. O'zbek avtoda so'rani qanaqa mashina kerak bo'lsa, sizlar uchun chiqaramiz. Gap so'zi bo'lmaydi. Mashinamizni ichib bilib olasizlar, taxmin qilib turinglar. Taxminingizdan arzon chiqadi. Mashina ko'rsatilgan bo'lsa, mashinamiz holatlari zo'r. 7 Pro ni ko'radigan holatlar ideal turibdi. Mana holatda turibdi. Ideal holatda ekan, mashina hech qanaqa muammosi yo'q. Yurib turgan holat. Ichini bitta ko'rib chiqadigan bo'lsak, hop ichida ternovkalar boshqalarni totib qo'yilgan. Mashinamiz yurgan probegi 50 ming probegda ekan. Hop, hech qanaqa muammosi yo'q. Avtoulonni ichiga chiqqaningizda ochkani o'z-o'zidan tushirmasangiz bo'lmaydi. Mashina muammosi yo'q. Tiniq ekan. Hop, ideal. Hop. Qurish kerakda, minish kerak bu mashinamizni. Mana mashina lekin yaxshi holatda turibdi. Motor qismida boshqasida muammo yo'q. 50 ming yurgan mashinamizni 19 ming dollarga berib yuboramiz. Eng qizig'i 5 ming dollar bersangiz, variant asosida kelishtirib berishadi. O'zbek avto variant chiqarishda davom etadi. Okalar bitta like bosib tursani, tarqataversani bu tanishlarga. 95-yilda okalar bormisizlar, maksimalni like bosamiz. Qiziq, 2001-yilda ishlab chiqarilgan shu Nexia'mizni nechta pulga bo'lasizlar, okalar? Ajoyib holatdagisini topdim. Nexia bir chiroyli minilgan ekan. 20% atrofida kraska bor deb aytdilar. Ko'rsani bo'ladigan holat. Mashinamizni ko'rsatadigan bo'lsa, kraskalari ham yaxshi holat turibdi mana. Nexia bir butunroqdan, tozaroqdan minaman deganiga yumshoqlik tufayli, yumshoqlik tomonidan Nexia bir o'ylab ko'ringlar, qanaqa mashinadan yumshoq. Yozamiz kommentga. 100 ta temiri bor. Hop, ichini bitta ko'radigan bo'lsa, ichlari ham mana yaxshi sassiyan turibdi. Ichi hop
Yurga 813 ming ekan, lekin mashina holati zo'r ekan. Oyoqdagi ko'ri-po'rilar bor. Mashinada hech qanaqa muammo yo'q. Video registratorligicha bor. Mashina motor qismida mo'y-poy yemaydi, hadavoda ish yo'q. Naqd olaman deganga 2700 dollarga tushirib qo'ydim. Ammo bundan kam yo'q ekan. Kamolxon aka gap bo'lsa, xalqqa bo'lsa. 2014-yilda ishlab chiqarilgan shu Nexia'mizni 3800 dollarga beribdik-a. Kam yo'q-a? Oxirgi narxini 3800 dollarga. Endi mabodo bir 2200 ming pulim bor-ku. Birov 1.5 ming aka muomala qilaylik desa, ozgina pulni qo'shib bersa, kelishadimi? Naqdga aka men balaka qilib qo'ydim. Mashinamizni ko'rsatib o'taman. Mashinamiz xo'p, yevro so'nsa aka, kraskalari bor. Bir primерно bir 50% atrofda kraskasi bor. Tekstir olasizlar, mashina holatlari zo'r. O'zingizlar ko'raverasizlar. Yo'qsa olib ketasizlar. Ustali temir gaz bog'lari bilan turibdi mashina. Yaxshi, ichini bitta ko'ramiz. Ichini ko'radigan bo'lsa, ichki salonlari, boshqalari ham ideal turibdi mashinamizning holatlari ideal. Yurgani 300 ming probegda ekan yurgan probeglari, chehollari, boshqalari zo'r. Oyoqdagi ko'ringlar hisob qo'ygan, 4 ta oyna elektronika holatda. Motor qismida mo'y-poy yemaydi, hadovoyda ham ish yo'q. Bu mashinamizda motorni bitta ko'ring okalar, mana yevro so'nisida holatlari ideal. Xullas bu mashinani olish kerak, minish kerak. Do'stlar, bu mashinamizning bitta aybi bor. Aytib qo'yaman. Ammo gazi tugasa gazini qo'yasiz, yuradi. Havoga yurmaydi, shuni bilib qo'yasizlar. 3800 pul berasizlar, olib ketasizlar. Okalar, yangi Cobalt olib, otamga, onamga yoki bir qandaydir yaqiningizga hadya qilmoqchimisiz? Yaqin orada hayit kelmoqda. Hayitlik qilaman deganlar bor. Mart to'piladimi? Mana namanganliklar bormisizlar? Mashina ko'ringlar-chi. Shu mashinamizni 12300 dollarga berib yuboramiz. Ana bo'lsa 12290 dollarga beraman. Men nomini chiqsana bo'ldi. O'zbek avto nomini aytasizlar, gap bo'ldi. Mashina ko'radigan bo'lsa, mashina znol. Xo'p, salondan bozorga kelgan, to'g'ri. Mashina ko'radigan bo'lsa, gaz paz boshqa o'rnamaga, mashina benzin holati turibdi. Shu Cobaltlarimiz qancha rasxod qiladi benzin? Kommentariyaga yozib ketamiz bilganlar. Mashina ichini bitta ko'radigan bo'lsa, ichlari holatlari zo'r. Mana 74 kilometr yurgan, mana 74 kilometr 2025. Holati zo'r. Yangi Cobalt chiqardiganlar uchun mana avtomat, holatlari ideal, salafani turibdi. Mashina hech qanaqa muammosi yo'q. Bu avtomobilimizni olmoqchi bo'lganlar uchun o'sha aytganimda, hop, 12290 dollar bering, men nomimdan chiqsangiz bas, olib ketaverasizlar. Qiziqarli aloqa chiqadi. 2023-yilda ishlab chiqarilgan Premier Plus'imiz sizlar uchun ko'rsatamiz. Ya'ni trekkerimiz necha pulda bo'lasizlar. Eng qiziq okalar 5000 dollar bilan variantga berib yuboradi okalar. Sizni qo'lingizda Leylo, Lacetti yoki Sparkingiz bor. Bularga olib kelib topshirsangiz, barter asosida ham gaplashsani bo'ladi. Mashinamizning kraskalari toza, mashina ideal saslanib turibdi. Ichini bitta ko'rib chiqadigan bo'lsa, sizlar ham yaxshi holat turibdi. 81 ming probegda ekan, sizlar ham ajoyib mashina olish kerak, minish kerak. Bu mashinamiz ichiga kirganimda ekan o'z-o'zidan ochkamni tushiraman, chunki narx haqiqatan zo'r chiqadi. Narxini necha pulda bo'lasizlar okalar? Realni redline turibdi, tepalari boshqasida muammosi yo'q. Naqdga bu mashinamizni 16200 dollarga berishar ekan. Bundan kam yo'q ekan. Qiziqqanlar aloqa chiqasizlar. Zo'r narx berdilar. Oka tushiradigan joyi yo'q ekan bundan. Qiziqqanlar mabodo gaplashib ko'rsatni bo'ladi. Yil 23 mi? 2023-yilda ishlab chiqarilgan 10x'imizni ko'rsatib o'tamiz. 5 plus. Mashinamizning kraskasi yo'q, muammosi yo'q. Mashina olish kerak, minish kerak. Ternovkalarga ruxsati bor, muammosi yo'q. Eng qizig'ini aytaman okalar, 3000 puli borga variant asosida chiqarib berishadi. Gap, halol, joyini qilib, pulini javob qiladigan odamga kelishilgan holatda. Ichini ko'ramiz. Xo'p, okalar 10x'imiz ichini bitta ko'rib chiqadigan bo'lsa, holatlari zo'r. 100 ming yurgan mashinamiz probegi, roller ajoyib turibdi. Mashina hech qanaqa ishi yo'q. Xo'p, bichalarida, boshqalarida hech qanaqa muammosi yo'q. Mashina olish kerak, okalar minish kerak, shunchaki. Mana mashinamizni ko'rsa ko'rgida, hop, benzin holatda mashina, gaz paz boshqa qo'yilmagan. Xullas avtolan sotuvga qo'yildi. Narxini kelgan bo'lsa, oxirgi narxini 13500 dollarga bizning nomimizga aytib ketaverasizlar. Ammo bundan kami yo'q, oxirgi narxi. Qiziqarli aloqa chiqing, shunaqa variantli qulay mashina o'tkazmaslik uchun bizga bitta obuna bo'ling va like bosib qo'ying. Okalar 2020 ma'lum primer mashinamiz ajoyib holatda 2000 dollar yoki 5000 dollar pulingiz bo'lsa, variant asosida ham chiqarishadi. Mashina tiniq, ko'rsatadigan bo'lsa, kraska boshqasi yo'q. Mashinamiz holatlari ideal turibdi. 0. Mashina ichini bitta ko'rib chiqadigan bo'lsa, ichini ko'rsatib olamiz. Mashinamizda hech qanaqa holatda muammosi boshqasi yo'q. Ma'lum havas qilganlar bormi? Yurgan probegi 129 ming probegda mashinamiz full komplektatsiyaga ega, ideal. Hop, tepa luk boshqalari hammasi ishlaydi. Mashinamizni olish kerak, minish kerak. Avtomobilimizni hop, benzin holat turibdi, hech qanaqa muammosi yo'q. Avtomobil zudlik bilan sotiladi. Naqdga 18400 dollarga beriladi. Bizning nomimizdan chiqqanlarga. O'zbek avto nomini aytib chiqqanlarga 18400 ga beriladi. Qiziqqanlar aloqa chiqinglar. Bunaqasini eng arzondan ham, sotikindan ham topa olmaysiz. O'zbek avtoga hali ham obuna bo'lmadingiz.
Bitta obuna bo'lib qo'ying, aka, bitta like bosib qo'ying, o'zingiz uchun foydali. Shunaqa variantli mashina kuzatib turish uchun o'zingizga ma'qul kelsa kerak. 2013-yilda ishlab chiqarilgan, yurgani ham 83 ming ha. 83 ming probegda yurgan Nexia 2 topdim. Mashinamizni ko'rsa ko'rguda, mashinamiz so'ng stramber aka, bez konditsioner. Holatlarni ko'radigan bo'lsa, kraskalari top toza, mягкий holatda mingan. Eng qizig'ini aytaman, yutug'i bir kishi mingan ekan, bir qo'l mingan ekan mashinani. Aytish shunaqa ma'lumotni. Orqasida 100 talik temir gaz ballonlari bor. Holatlari zo'r turibdi. Ichini ko'radigan bo'lsa, chexol boshqalari ham ideal. Hop. Chexol boshqa qismlari ham ideal ekan. Mana hop lasetti rol qilib qo'yishibdi. 83 ming probeg dedilar. Hop. Probegini ko'radigan bo'lsak, chexol boshqalarida hech qanaqa ish yo'q. Mashinamizdan xullas hech qanday muammosi yo'q ekan. Motor qismida muammo ham, hadovoda ham ish yo'q. Naqd olaman deganga 5950 dollarga tushirib qo'ydim. Bo'ladigan 6000 dedilar, aka 50 dollar men nomimni aytib kelsa berasiz desam, bo'ldilar, laz qildilar, qiziqarli aloqa chiqamiz. Okalar endi nerealniy bunaqa narx topa olmasizlar. 2014-yilda ishlab chiqargan shu Nexia 2mizni ham tushirgan narxim qancha bo'ldi aytaymi? 2014 bu 3,5 ming dollarga berib yuboramiz. Oxirgi narxini, ammo o'tadigani yo'q, qadagani. Mana sizlar uchun bo'lsa, sizlar uchun bo'lsa. Mashinamizda ayb yo'q. Endi bitta ayb bo'lishi mumkin qoraligida. Endi qora ham kurto, Nexia 2 biladiganlar biladi. Mashina endi ko'radigan bo'lsa, 10% kraska chiqishi mumkin dedilar. Ko'rsatib olasizlar. Menga aytgan xabar ma'lumotlar. Mashinamizni ko'radigan bo'lsa, holatlari yaxshi. 100 talik temir gaz ballonlari bor. Mashina yaxshi holat turibdi. To'rtta chol yumshoq ballonlarni to'qib qo'yishgan. Ichini ko'radigan bo'lsa, ichlari ham yaxshi taslanadi ekan. Hop, oldi. Ruxsati bor ma'lumga? Necha oy? 2 oy tayyorlab ruxsati bor ekan. Mana lasetti rol qilib qo'yishibdi. Yurgani 350 ming probegda Tesla monitor qo'shgan, ma'lum richa, lasetti bar, tepalarda afishib keladi, chiroyli holat turibdi. Bu mashinamizdan shu totishib turib, sizlarga tushirganim 3,5 ming dollarga berib yuboramiz. 2014 akalar, nima bo'libdi? Narx sindirishda davom etaman. Sizlar menga like bosib, kommentga yozib tursani bas. Okalar 2011-yilda ishlab chiqarilgan 15% atrofida kraskasi bor. Mashinamizni hech bilib olasizlar. 2008 3000 puli borga shahar ichiga variantga beramiz. Naqdga ham ozon qilib beriladi, ko'rib turinglar. 2011 kichkina motor aka. Kommentariyaga yozinglar, qanaqa mashina kerak bo'lsa kommentga yozinglar, men sizlar uchun harakat qilaman. Mashinamizni ko'radigan bo'lsa, holatlari yaxshi. 15% atrofida kraskasi bor. Ichini bitta ko'radigan bo'lsa, ich salonlarni bitta ko'rib chiqamiz. Xo'p, to'rtta defektlarni qo'yib qo'yilgan, video registrator bor. Mashina holatlari tiniq. Yurgani qancha? 257 ming probegda ekan, probeglari halol. Mashinamizda hech qanaqa muammosi yo'q. Xo'p, 65 talik temir gaz ballonlari bilan bor. Bu mashinamizda naqd qo'lga tegadiganini 4500 dollarga berib yuboramiz. Shaxsan bizning nomimizdan chiqib atsangiz, bu yerga kelsangiz qiynalasiz bunaqa narxda olishga. Bitta like bo'lsa, shunaqa qulayini o'tkazib olmaslik uchun bizga obuna bo'ling. 7-yilda ishlab chiqarilgan Nexia 1 mablag' tegan ekan, osham ekan. Mashinani ko'rib o'tamiz. Mashinamizning holatlari yaxshi, tiniq turibdi. Yiliga nisbatan chiroyli milingan ekan. 30% kraskasi bor. Mashina hech qanaqa ishi yo'q. Orqasida 100 talik temir gaz ballonlari bilan bor ekan. Mashina holatini ko'radigan bo'lsak, ichini bitta ko'rib chiqamiz. Ichini ko'radigan bo'lsak, ich chehollari, boshqalari yaxshi tasdiqlanib turibdi. 210 ming probeg ko'rsatibdi. Probegini tekshirib olamiz. Xo'p, mashinamiz so'nishtiram biror. Mo'ynalar chiqadigan boshqa versiyasi. Mashina hech qanaqa muammosi yo'q ekan. Bu mashinamiz yana 2700 dollarga oxirini qilib berishda bo'ladigan narxi ekan. Okalar bo'lsa, sizlarga bo'lsa, 2010-yilda ishlab chiqarilgan shu 0.7imizni ajoyib narxda beramiz. Narx 5000 dan o'tib ketgan menga dedilar. Hozirgi narxi ancha arzon chiqadi. Ko'rib turinglar okalar, ko'rganinglar arziydi. Mashinamizning holatlari yaxshi. Yili 2010-yilda ishlab chiqarilgan, kraskalari bor, 40% oshiqroq kraskasi bor. Hop, orqasida gaz ballon o'rnamagan, lekin gazga GPga ruxsati bor ekan. Mashina holatlari tiniq, ichini ko'radigan bo'lsa, ichlari ham o'ta sassiyanasi zo'r turibdi. Mana, ichini ko'radigan bo'lsa, hop, ichlari ideal, o'ziga yarasha rollari a'lo darajada, chehollari, boshqalari ideal. Ular mashinamiz texnik boshqadan ichlari ko'rinadigan joyda boshqasi yo'q. Motor qismini ustunlikni qilib qo'yilgan, hamma uskunalar o'rnatilgan. Mashinada hech qanaqa ish yo'q. Ustunlikning eng qizig'i, yurishlarini bitta ko'raman deydiganlar bo'lsa, kelib oldida ko'rgan boshqa. Narxini kelishtirganim oxirini 3200 dollarga qilib berdilar. O'tadigan yo'q ekan. 2010-yil holatiga 3200 dollar arzonmi yoki qimmatmi?